Dunyodagi har bir qiz o'ziga juft tanlash arafasida doim otasiga o'xshash insonni qidirar ekan. Chunki ota qiz farzand uchun eng mukammal inson hisoblanadi. Men ham shu kungacha meni sizdek sevguvchi insonni izladim, dadajon. O'rningizni to'ldirsin deb emas, mehringizni bir parchasini bo'lsa-da his qilib yashash uchun. Bugun sizsiz katta hayotga qadam qo'ymoqdaman. Qizalog'ingiz oq libos kiyadigan kun. Koshki ota uyimni sizning duolaringiz bilan tark etolsam. Yonimda emassiz, taqdir irodasi bu. Ammo eng ko'p sizning yelkangizga ehtiyojim bor hozir. Sizni juda qattiq sog'indim. Dadajon, hech bo'lmasa tushlarimga kirib, menga oq fotiha bering.